Assalomu alaykum hurmatli bizni kuzatib turgan aziz tomoshabinlar. Siz Maqsud Qobuljon TV kanalidasiz. Videomiz yoqayotgan bo'lsa, like tugmachasini bosishni, kanalimiz yoqayotgan bo'lsa, obuna tugmasini bosishni unutmang. Biz bugun Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida tashabbusli budjet 2025 birinchi-mavsum yakuniy ma'lumotlar haqida berib o'tamiz. Biz boshladik. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani maydoni 390 km² dan iborat. Aholi soni esa 208.100 tadan ziyod. Ushbu ma'lumotni biz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanining rasmiy saytidan ko'chirib oldik. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida tashabbuskorlar tomonidan 125 ta tashabbus taklif qilingan. Ularning 113 tasi ovoz berish uchun tasdiqlangan. 12 tasi esa turli sabablarga ko'ra rad etilgan. Qo'shtepa tumanida 16 ta tashabbus yakunda g'olib deb topilgan. Qo'shtepa tumanida birinchi o'rinda g'olib deb topilgan tashabbus to'plagan ovozlari 5064 tani tashkil qilmoqda. 16-o'rinda g'olib deb topilgan tashabbusda esa 1773 ta ovoz mavjud. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida g'oliblarni yo'nalishlar kesimida ajratib oldik. Umumta'lim maktablarini ta'minlash yo'nalishi bo'yicha 11 ta tashabbus g'olib deb topilgan. Ichki yo'llarni ta'minlash bo'yicha esa 3 ta tashabbus g'olib deb topilgan. Umumta'lim maktablarini ta'minlashga qaratmoqchiman e'tiboringizni. Ushbu yo'nalish bo'yicha 11 ta g'olib aniqlangan bo'lsa, menimcha shaxsiy fikrim, men boshqa tumanlarni ko'rganim yo'q. Eng ko'p umumta'lim maktablari g'olib deb topilgan tumanlar qatoriga qo'shilsa kerak Qo'shtepa tumani. Aholi dam olish maskanlarini ta'minlash va sog'liqni saqlash muassasalarini ta'minlash yo'nalishlari bo'yicha bittadan tashabbus g'olib deb topilgan. Qo'shtepa tumanida 16 ta g'olib deb topilgan tashabbuslar 53.044 ta ovoz yig'gan. O'rta hisobda aytganimizda o'rtacha bitta g'olib tashabbus 3315 ta ovoz yig'gani hisoblanmoqda. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida kelgusi 2 mavsumda 3 ta mahalla fuqarolar yig'ini tashabbusli budjet jarayonlarida ishtirok eta olmaydi. Ularga mana bu xatni ko'rib turibsiz. Birinchi o'rinda Qorakaltak mahalla fuqarolar yig'ini, Fayz mahalla fuqarolar yig'ini hamda Yangi Ariq mahalla fuqarolar yig'ini tashabbusli budjet jarayonlarining kelgusi 2 mavsumida ishtirok eta olmaydi. Bugungi videomizdagi ma'lumotlar shulardan iborat edi. Videomiz yoqsa like tugmachasini, kanalimiz yoqsa esa obuna tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Kelgusi videolarimizda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.